YouTube Shorts'da ahmoqona gaplar. Qani ketdik. Bilarmiding, o'rta asrlarda agar xotining miyangni egovlab yuborsa, undan qonuniy yo'l bilan qutulishing mumkin bo'lgan. Ya'ni, shunchaki normal inson kabi ajrashish mumkin yoki bu zerikarlimi? Buning uchun kerak bo'lgan yagona narsa kichkina bir yolon. Iltimos, menga hozir uni jodugar deb aytish kerak dema. Uni quduq yonida shayton bilan gaplashayotganini ko'rdim, deb aytasan. Axir shuni aytma deb so'ragan edim-ku. Shundan keyin uni inkvizitsiya olib ketadi. Ularning qonunlariga ko'ra, u allaqachon aybdor. Bu to'liq ahmoqlik. O'rta asrlarda istalgan ayolni shunchaki uning shayton bilan aloqasi haqida yolg'on gapirib narigi dunyoga yuborish mumkin degan fikr afsona. O'sha davrda ayolni sehr qilganlikda ayblash uchun nafaqat dalillar, balki haqiqatan ham shayton bilan bog'langanini tasdiqlaydigan guvohlar ham kerak bo'lgan. Agar hammasi sen aytganingdek bo'lganida, o'rta asrlarda umuman ayollar qolmagan bo'lar. Odamlar hayotida bir marta qilgan eng kichik xatolari uchun ham ularni olovga tashlash mumkin bo'lardi. Undan boshqa odamlarning ismlarini olish uchun esa qiynoqlar qo'llanardi. Temir etiklar, chozib azoblash va boshqalar. Og'riqni to'xtatish uchun u istalgan ismni aytardi. Ehtimol, hatto sening ismingni ham. U sening ismingni aytishi mumkin bo'lsa, unda uni sehrgarlikda ayblashning nima ma'nosi bor? Men tushunmadim. Axir sen ham u bilan birga narigi dunyoga ketishing mumkin-ku.